biz Allah'a cevap veremeyiz ki senin dinim, senin milletin, senin mescitlerin, senin Kur'anların köydürülgende. Assalamu alaikum. Dünyanın her başçasında yaşayan arkadaşlar. Şundakla Türkiye'de yaşayan varlık arkadaşlar. Yani biz 4 yıldan bu yan yani nimdeyimiz zalim Xitaydan ümit yani avazımızı çıkarmay yani Türkiye'de boğan bazı yasaklardan korkup öyde otladık. Lekin vatanimizning avazını dünyaya tanıtış için ma'lum derecede hizmet qilgan bo'lsak-mu, lekin bu avazda bu bizdeki talablarimiz Çin Xitoyga vatanimizga zulmni azaytish u yoqda değil, lekin borgancha vatanimizga zulmni kuchaytirib bordi. Yani zulm, vatanimizga zulm har qaysinglar bilsizlar, bir kunmi to'xtab qolmadi. Zulüm arsa arttık et, zulüm bir minut to'xtab qolmadi. Yani ben şunu deyman ki, yani Xitoydan ümit yaşayotgan qarindoshlar, yani vaziyat at yaxshi bo'lib qolamkin, o'g'in yaxshi bo'lib qolamkin deb qarindoshlar. O'ylayli qarindoshlar. Bizdeki olimlarimiz bir ömür ularga xizmat qilib, ular uchun yaxshi bo'ladi. Bizning nurg'un Uyg'urlarimiz bir ömür xizmat qilib, ular yaxshi bo'ladi. Nur Bakrak ömrünü Xitoy uchun atılgan rehberler yani Xitoyga yaxshi bo'ladi. Yani hayatını bir ömür başlayan Xitoy Kompartiyasining a'zolari nimdaymiz Xitoy yaxshi bo'lib qolamadi. Lekin bu Xitoyga namoyishdan yiroq turib, namoyishga aralashmay, demakchi bo'lganim, ular yaxshi bo'lib, yani yaxshi kunga erishish bu mumkin emas qarindoshlar. Balkim qisqa muddatda ota-onamiz bilan ko'risha olishimiz mumkin. Qarindoshlarimiz bilan qisqa muddatda ko'rishimiz mumkin. Lekin uzun muddatda, yani Xitoyning maqsadi hozir Uyg'urni yo'qotish. Yani chetaldagi bo'lsin, vatanimizga bo'lsin, Uyg'urni ko'p yildan quritish. Yani bular bir irqiy qirg'inchilikni vatanimizda yurgizyapti. Shuning uchun men deymanki, Xitoydan umid qilayotgan bo'lsin, yoki Xitoydan qo'rqayotgan bo'lsin, yoki nima bu yerda bo'lsin, nima qila olamiz deguchilar shunday qarindoshlar, balkim bu namoyishlarimizdagi belgilik darajada unumi bo'lishi mumkin. Lekin cho'ng darajada balkim bo'lmasligi mumkin. Lekin biz yani qiyomat kuni Allohning oldiga borganda biz Allohga javob bera olamizki, senin dinim, senin milletin, senin mescitlerin, senin Kur'anların köydürülgende, senin anıların, kadınların, kendi, sen ne dedin kendi? Biz zalim Çin'in adında tek buralıdık. Vatandiklerinin avazı bulalıdık. Vatandaki ayal kızlarımızdan avazı bulalıdık. Diyelerimiz qarindoshlar. Yani Allah'a yoruk yüz bulalayımız qarindoshlar. Yani bu dünyada hemimiz ünümüz, hemimiz bir gün ünümüz, hemimiz geleken can tatlılık, hemimiz aile tatlılık. Benim o 4 balam var, 4 balam dedem kaçtı. Kaçan kaçtı, lakin de öyle ağlamasını. Lakin qarindoshlar, yani Çin'den korkuduğun, kafir Çin'den korkuduğun vaktimiz kalmadı. Yani ulardan yüşürüp yaşaydıgan vaktimiz kalmadı qarindoshlar. Demek ki bugünüm, yani biz Allah halısa Allah'ın aldığı yoruk yüzümüz bilen barımız. Yani Kur'an'la köydürülgende, mescitlerini örgende, yani vatanımız zulümde kalganda, Xitoyning aldıda tik tura aldık diyelerimiz qarindoshlar. Şunun için ben barlık qarindoshlarni, dünyanın her qaysi yaşayotgan qarindoshlarni şunu çağırıman qarindoshlar. Yani bu zulüm sadece benim, yoki onun, yoki bunun bir nimdaymiz davası bo'lmasdan o'zini Sharq Turkistonlik deydigan, o'zini Uyg'ur deydigan,
özünün tenide Uygur'un kene yapıvatkan her bir kardeşimizin davası. Yani ben Xitayda hukuk yaşaydıgan qarindaşlarımız üçün deməkçi, hazır qorxulğan zaman ötüp ketdi qarindaşlar. Ben Nursiman Gül Abdüşitniki aşı gepidin bək təsirləndim. Yani bir kız, yani texe bir 30'dan halkımağan bir ayal. O nem dedi? Akit TV'side, Akit TV'de dedi ki, ben canımni bu cenge atap koydum. Yani ben farzandlarimga allım kaçan vasiyatni qoldirib yezib koydum. Ben bu yolda yanmayacağım. Yani Şarkı Türkistan'dakilarniki, yani Uygurlarning ovozi bo'laman dedi qarindoshlar. Bizde bu ruh buluş gerek. İnsanda bir ruh buluş gerek. Eğer o ruh olmasa biz cesetten ibaret halas qarindoshlar. Şunun için ben qarindoshlarniki mishaga kelib, balkim bizni tutib keta, bizni so'lab qo'ya. Lekin biz vatandakilarning ko'rgan kuniki 100dan birini ko'rmaymiz qarindoshlar bu yerda. Bu yerga kelsak bizning 3 vaqt tamoqimizni beradi. Namoz bizni qila olamiz, Qur'onimizni o'qiy olamiz. Bizni kampga ya da turmuga to'lab qo'ysimi qarindoshlar. Shuning uchun qo'rqmayli, vatandagi bo'g'ilgan xalqimizning ovozi bo'layli. Xotin qizlarimizga ega chiqayli, onalarimizga ega chiqayli, sing'illarimizga ega chiqayli. Aşağıdaki vatanimizga zulmda qolgan xalqimiz uchun ega chiqayli. Rahmat. Alloh razı olsun.